Jangchilar, suvga yaqinroq tushib bir olishga harakat qilib ko'rdim. Xuddi shu daryoning yonida o'tirganday his qiling o'zingizda deb. To'lqinlari o'zgacha. Allohning mo'jizasida bu suvda. Bahaybatligini qarang. Endi bu daryoning bahaybatligi shuncha. Eni 1 kilometr 900-800 joylari bor, bir xil joylari 1,5 ming metrlik joylari bor. Endi okean, dengizlarni tasavvur qilavering, vahimasini. Maza qilasiz. Oddiy suvda tuyuladi, lekin daryo oldida kelib tomosha qilsam to'lqinlari xuddi sizni tortib ketayotganday bo'laveradi o'ziga. O'rtasiga borib qolganday his qilaveraman o'zim. Boshqacha qandaydir hissiyot. Ishoning, boshqacha. Ko'p ko'rib, ko'z o'rganib qolgandan keyin bilinmasligi mumkin, lekin birinchi kelgan odamga hamma narsa qiziq. Shunaqa gaplar hammaga nasib qilsin. Shunaqa daryolarni tomosha qilish, o'ylagan rejalariga, niyatlariga yetkazishni Allohga o'zi. Duo qilib turinglar. Bu harakatlarimiz faqat Allohning quvvati bilan bo'ladi bizga. Insonning qo'lidan hech narsa kelmaydi.